Azatlık qanday zo'r narsa ya. Nimaga buni aytyapman? Hazımda girdi ko'chama qarasam, orqada ham ko'rinayotgan bo'lsa, hamma ana nima deydi, bittadan momon jetalab olib, gul pul olib berib, xarajat qilib, nega bir magazinga kirsam, polni rasxodda. Men esa yolg'iz o'zim, aylanib jirmen, ishdan darak yo'q. Bir tin ishlagan yo'qman bugun kechgacha. Qo'lni kisiga sabolib, hech kimga bildirmay jirmen. Bana o'xshagan yolg'izlar, beishlar kommentariyaga yozamiz. Ve lekin bitta yarimta mama bo'lganda tabriklaganimizda ham bo'lardi. Hay jo'ga qaytasiz. Shuning uchun nima deymiz? Mana shu yo'ldan az ko'rsatang-ku. Mana chekkaga boraman, mana chekkaga kelaman. Shuni bilan kundi kech qilib endi uyga boramanda xuddi ish tindirganday bratskalar bor. Nima ovqat qildinglar deb turib qo'shilib uraman. Bugun o'tdi ayna. Qarın tok, qaygı yo'q degan ekan. Kommentga yolg'izlar yozamiz.